Assalomu alaykum. Sushi yegisi keladigan, lekin norini yoqtirmaydiganlar uchun shunaqa oddiy tuxumli rolni tayyorlab ko'rsataman. Uyingizda go'sht bo'lmaganda ham shu taomni tayyorlasangiz mazali va doimli chiqadi. Birinchi guruchimizni yaxshilab oqar suvda tozalab yuvib olamiz. Toza yuvilgan guruch ustiga 1:2 nisbatda suv solib olamiz. 1 kosa guruchga 2 kosa suv solamiz. Tabga ko'ra tuzlab, aralashtirib gazga qaynatgani qo'yamiz. Guruch qaynab chiqqandan keyin ustini qopqoq bilan yopib, past olovda 15 daqiqa dimlaymiz. Keyin yana 5 daqiqa shunda dimlangan holatda qoldiramiz. Guruch biroz soviguncha tuxumdan bilinchik tayyorlab olamiz. Tuxumga o'simlik yog'i va tabga ko'ra tuz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Skоворodkamizni ozgina yog'lab, oldindan qizdirib olamiz. To'rtburchak skоворodkangiz bo'lsa, undan ham chiroyli chiqadi. Yo'q bo'lsa, oddiy shunaqa dumaloq skоворodkadan foydalanaveramiz. Tuxumli bilinchiklarni o'rta qalinlikda pishirib olamiz. Juda ham yupqa qilsangiz ham rollaringizni urolmaysiz, yirtilib ketadi. Bilinchiklarni pishirib bo'lib, orasiga nachinka tayyorlaymiz. Men orasiga bodring soldim. Siz xohishingizga ko'ra pishirilgan sabzi, tvorojniy sir, qaynatilgan tovuq bo'laklari, krab tayoqchalari solishingiz mumkin. Tuxumli bilinchigimizni qo'yib olib, ichiga guruchni solib, guruchini tarqatib chiqamiz. Xohishga ko'ra, agar uyingizda bor bo'lsa, guruchga kunjut yog'i qo'shib aralashtirib olsangiz bo'ladi. Keyin o'rtasiga bodringni solib, videoda ko'rsatilgandek qilib asta-sekin o'rab olamiz. Agar uyingizda makisu, ya'ni sushi o'raydigan bambuk matosi bo'lsa, unda o'rasangiz yana ham oson bo'ladi. Agar yo'q bo'lsa, hech ham xavotir olmang, menga o'xshab qo'lingizda xuddi shunaqa qilib shakl berib o'rab olishingiz mumkin. Rol uchun maxsus soyavoy souslar tayyorlab, ularga botirib yeyishingiz mumkin. Keyin sekin-asta rollarimizni o'tkir pichoqda kesib olamiz. Rollarimizni tarelkaga chiroyli qilib ishtaha ochar qilib terib olamiz va xohishga ko'ra sous bilan dasturxonga tortamiz. Video yoqqan bo'lsa, yurakchan bosib keting.